21 qism. Voy, 10 kun deb nimaga saqlaydigan u yerda? Nimishi bor odamlarkan u? Shu ov saqlayotqili 10 kun bo'lgandan sen bilan kasbiy jihatda hamkorlashadigan ish bor o'xshaydi. Ajisi oshgan to'y ko'ynak shirkatining yangidan bozorga salmoqchi bo'lgan mahsulotiga vakolatchi bo'lib rasmga tushib berdi ekansan. Ashu bola o'zi fotografmish. Bo'ynida yo'g'an bir tuya qo'ychilik fotografdan birisi esiqliq turdi. Qandaqsiga endi butun insonlar mendan nafratlanib, qora tariximni qizib chiqarib tillab avorib tursa, u odam shuncha chong bisimdan qo'rqmay men bilan hamkorlashsa, u mahsulotlarni setib chiqaramiz qanday qiladi? Buni men bilmadim. Ish qilib o'zi shundoq dedi. Andin mana mao ism kartasi. Seni yoki vositaching nima bilan aloqalashgan bo'lsa deydi. Ma'qul deb ag'ash keldim. Bu kartani ala. Qangan ishga odamning nima ishi bor ekan u yerda? Deb turatdim hozir. Birisining yangidan qurilgan kino o'qachilik shirkati bormishkan. Seni kinoda rol olishga taklif qiladi ekan. Suv bo'yida degan asarning ichidagi qaysidir bir polvonning muhabbat sarguzashtisi bayon qilingan kino o'xshaydi ekan. Ayol bosh rolga seni izlab demish. Ism kartasi bilan ssenariyani qo'lim o'tkazib qo'ydi. Seni qabul qilmaydi, endi kinoda rol olmaydigan bo'ldi desam u unimidi. Qag'inni o'zing bilmasang, men tushunmayman bu ishlarni. Men mushu narsalar shu. Canangül şundaq degenicha qo'lidagi material sumkasining bir tarafiga ayrim silib qo'yilgan qattiq muqobiliq hujjat xaltasini elib Faridaga uzatdi. Farida uning qo'lidan xaltini oldi. Ichida xeyli og'ir bir material bor qiladi. U xaltining eg'izini ochib, ichidagi narsaga qarab baxmoqchi bo'ldi-yu, shu hamon u niyatidan yondi. Ve emdirek esiga olgandek bo'lib, qo'lidagini ustalga qo'ygach, so'radi. Oxirgi birisi-chi, kim odamkan u? Nimish bilan izdabdi? O odam texi mening oldimda berib turibdi ekan. Shu binoning moliyaga mas'ul xodim ekan. Deyishcha, ishxonaning oldingi 3 yillik ijarasi to'shqan o'xshaydi. Davomli ishlatgudek bo'lsa, keyingi ijarasini to'layversa, ishlatmaymiz desa vaqtida bekorlab bersa deydi. Mao kspurishni hech qachon ijara so'lab olmaydigan odam, shu ikki odamni oldiga bezirib berib, shu gapni qildimi? Pul ko'migan kichik ko'zlar bilan to'shib ketdimi nima bu jahon? Bir necha kun savr qilib tursa, yo bo'lmasa meni izlab o'zimga desimi bo'ladigan ishni. Shu seni topolmabdimish. Ishxonaga telefon urayotqili 10 necha kun bo'lganini gapini qildi. Ijara olganda Nurshat imzo qo'yib telefon numarini qoldirib qo'ygan bo'lg'achqa, unimi ko'p izlabdidik. Hech qanday deriki bo'lmadi. Amalsiz ishxonaga kelgan deydi. Sen nimdidan andin? Üstü beşimizga nechichilik yunda to'kivasimi, undaq chaqda og'inimizning yuzini to'kmaymiz-da. Seni dam olish uchun sayohatga ketgan, shunga yanfunni taqab qo'ydi. Yaqinda vositachini almashtirmoqchi bo'lib o'tadi. Shu Nurshat bilan aloqalashmaydi. Nurshatmi endi Parixon qizning ishlariga qo'l tiqmaydi. Nemish bo'lsa men bilan aloqalashing dedim. Andin yana ishxonani davomli ijara elib ishlatamiz deb qo'yib turdim. Avval ishga odam yanda paqirab tursa, Farida tomosha sohasidan chekinmoqchi edi. Shu ishxonani endi ishlatmaymiz. Muhlat bersanglar ko'chib beraylik degili bo'lmadi-da. Yaraysan qozam. Shunlashqa mening omoq toshqinim dasan. Tamashadan chekindigan ish bo'lsa-mu, hozircha davron sanmay, haqiqiy qiziq parang temisi tashlab bermay jimjit chekinaman. Bu haqning orqamdan paylab yurib, o'z taratqularida bo'la-bo'lmas xabar berishlaridan bezar bo'lib ketdim. Hanim bo'lsa bu ishni kallang otdek ishlab qapti jinim. Kallang ishlab qapti debdi. Ishlamamdamisa, sening zakoqing o'tirsan. Lekin menchi qara, bu sahadan chekinmay turg'inasan. Ishkisi ep kelgan fursatni tutqash qaytadan tirishib baqsang, yana bosh ko'targili bo'ladi deb o'ylayman. Nima degan bilan asosing bor emasmi? Tangjumu, u ishkisiga ishongili bo'lmaydi texi. Hech qachon ko'rib baqmagan odamlar mushundaq chaqda paydo bo'lib qolsa, buningda biror ilm fikri yo'q deb hech kim aytolmaydi jumu. Amisa, qanday qilsak bo'lar? Bilmadim. Mavluda opamning yonfonida men bir aloqalashib boqaymi? Kinoga bek qiziqmadim hozircha, lekin to'y ko'ynaklarga ichim ko'yib qara. Ashundaq chiroyli ko'ynaklarni kiyib rasmlarga tushib kelsang, voy ish qilib. Men qo'yib pasig'i ondaq go'zal esil ko'ynaklarni kiygizib, to'zdek hesab qo'yadigan ish bo'lsa, kunda bir qatim erga tegsam yo'q demaydi. Voy mang'ina, kunda bir qatim deb, shu umringda bir qatim tekkan aning o'disidan bir chiqa avval. Ahdidan kashkichi qiynanam deb qo'rqib mushukdek bulunga tiqilib yurmay. İki qiz chaqchaqlashqash cho'rqirab kulishib ketdi. Shu tarzda bir haza tortishmak o'ynab, yerib kulkidan to'xtagandan keyin yana Canangül dedi.
Men astoydil gap qilyapman, Pari. To'y ko'ynaklarga obraz vakolatchisi bo'lib, andan shularni kiyib rasmga tushadigan bo'lsang, tashviqotiga rosa kuchsak, qayta bosh ko'tarasan. Undan keyin kinoni o'ylashib baq. Oldinga kelgan fursatni qo'ldan berib qo'ysang, keyin hech kim izlamaydigan bo'lganda fursat kamiki tas bo'ladi. O'zing bir kimni izlab, kinoringizga chiqib beray demaysan qo'zam. Bularga yoqtisang, o'rningga boshqa odam topadi. Bara-bara unutilib qolasan. Ojiz bixmo tashlarni, qattiq tuproqni yerib, andan beshini chiqarib quyoshga yuzlanadi. Sen texi xeyliyle baş götürüp boğan tirişçan kız. Qayta qaddamni ruslaymasligingga men ishonmayman. Agar ma'qul ko'rsang, avla bilan men aloqalashib baqay. Farida jimmida o'ltirib o'ylanib ketdi. Jonongulning aytganlarimi o'rinliq edi. Nimali bo'lsin, ig'ir kunlar o'tib ketdi. Programmada ichilgan sirlarning sachchiligi va uningga doir qaynoq bozor paranglarimi besiqib bir yerga bordi. Ishik oldidagi muxbirlarmi kun seri azlayotgan hozirgidek chog'da qayta ish boshlashni o'ylashmasa bo'ladi. Biroq bir qitim yilon chaqan odam 10 yilgacha arg'amchidan qo'rqidi degandek, uning qaytadan boshlashga faqatli ishonch qolmagan edi. Men kechicha obdan bir o'ylanay. Mavlonimni rad qilib etmay turayli. Qandaqli qaror chiqarsam, ati ahvolga qarab bir narsa deyshayli. Ma'qul amsa, menga uydan chiqilimi necha soat bo'lib qapti. Balam yig'lab bir bo'lib ketganda o'sha tapda. Men qaytay. Bika ata chiqamay qolmay yana. Qarsam darvoza oldidagi muxbirlar azlab nechasini qapti. Tamamcha 2-3 kungacha ularni ketib kelmaydigan bo'g'idek. Atidan boshlab o'zimning mashinasini haydab, o'zimning kiyimini kiyib kelaversam bo'g'idek. Tomoq to'shiydiganlarning kiyimi bilan toksikletni ijaraga olib zerikdim. Japa chekdan qo'zam, sendan bekla minnatdorman. Ishik oldidagi alı kuchuklar yuzsa, o'zim uyingga borman. Atkanma bo'ldi. Voy yo'q. At qanday qaror chiqarganini bilish uchun bo'lsa-mu cho'qim kamsan bo'lmaydi. Amsa obdan o'ylanib, yaxshi qaror chiqarib, andan qiyinib uxlab, at sahar turib, chiroyli yasinib o'ltir, ha? Tushdan burun tamoq yeyib kelaman. Jonongul shundoq deb, do'stini quchoqlab so'yib qo'yib, andan qaytib ketdi. Farida uni yo'lga silvatgandan keyin boyqi hujjat xaltasini echib, ichidagi shirkatning umumiy ahvoli tunishtirilgan material va ssenariyni tafsiliy ko'rib chiqdi. Ularni ko'rib bo'lgandan keyin Jonongul akilib bergan o'zining xizmat to'xtamlari va faoliyat o'rinlashtirish materiallarini tafsiliy ko'rib chiqdi. Shuningdan keyin u behmo ig'ir o'ylandi. Bu sohaga qadam qo'ygandan tortib hozirga qadar besib o'tgan manzillarni ko'z oldiga keltirib, tatgan jafolarni va qo'lga keltirgan natijalarini aslab o'ltirib, behli uzoq o'ylandi. Mengisning qaytig'i chiqqidek darajada astoydil o'ylashgandan keyin Jonongul bergan heliqi ism kartasini qo'liga elib, uningdagi tafsilotlarga bir qo'r ko'z yugurdi va asta yon fonini qo'liga oldi. Moşundaq çağda vasitçisining bo'lmasligi uning uchun ham uyat bo'g'idek, ham ichi siqilgudek bir ish edi. Mashinani binoning oldiga akagilib bo'lmaydi ekan. Hozir yarasti mashina to'xtatish maydoniga keldim. Puxta o'rnib, g'ipida tushamsan. Hech kim bayqamasdan chiqib ketib olaylik. Ma'qul, tayyor bo'lib turg'aydim. Hozir chay. Dakkudukka jiddiylikka to'lgan 5 minut Bahmud tasdiqni o'tib, yoz fasli bo'lishiga qaramay, shamolliq chapanini kiyib olgan, shilapa va ko'zoynaklar bilan o'zini o'ptalli chumkab o'rgan Farida egiz pashinliq oyog'ini taqildatib dassab paydo bo'ldi va oldi kayniga qarag'ash, qator to'xtatib qo'yilgan mashinalar qatoridan Jonongulning mashinasini izlashga boshladi. Uning kelganligini ko'rgan Jonongulmu signal urg'ash, mashinasini qo'zg'atib, uning oldiga keldi. Birasi ko'rmagan-da? Meningcha ko'midi. Endi darvozadan bexatar chiqib olsaqlar hech kim ko'rmaydi. Jonongul mashinani odatdan tashqari sezgurlik bilan haydadi va to'rt atrofini puxta ko'zatgach maqdi. Farida shamolliq chaponining peshi bilan o'zini o'rab, kang laplimilik shilapasini yuziga yepib kiyib oldi. Ular darvozadan chiqib ketganda, darvoza oldida hech qanday muxbir yoki maraqchi qolmagan bo'lsa-mu, shuncha ishlardan keyin qo'rqib, yurak oldi bo'lib ketgan Farida atrofdagi kishilardan ancha munchilarni faqat muxbir yoki payloqchi emas deb o'ti qilolmaydi.
Tasodiban shulardan biri ikkisi qaysidir gazet yoki jurnal tarafidan avatilgan maxfiy payloqchi va yoki muxbir bo'lib qolsa, ular o'zining kayniga tushib mengibli qolsa, ishdan chatoq chiqaradi. Yaxshi ishlarni qancha izlabmi zinhor topolmaydigan bu odamlarga yomon ishlar xuddi nijosatdek puraytida atsila to'r va gazet jurnallarni shu haqdagi ulg'aytma xabarlar bir oladi. Faridaning ansirginimi dal shu edi. Canangulning mashinasi shahardagi eng avod qaynoq ko'chalarning biriga joylashgan Ushqun to'y ko'ynak shaharchisining oldiga kelib to'xtadi. Farida Canangulga qarab, "Mushu shumu" degandek ko'zini chimchiqiltib ketdi. "Ha, mushu shu. Eliq balaning deyishcha, do'kondagi ko'ynaklarning hammasini uning ochisi o'zi loyilab, o'zi qo'l silib tikib chiqqan ekan. Yurak ichiga kiraylik." Farida atrofni obdan bir kuzatgandan keyin hech kimning diqqat qilmaganligiga ko'zi yetdi-da, qora ko'zoynagini taqganicha Canangulga ergashdi. Do'konning ikkinchi qavatidagi qahvaxona shaklida yasalgan mehmon kutish xonasida ularni do'konning mas'uli Ushqun Oy va uning inisi eliqi kuni Canangulga sim kartasini bergan, kelishgan yosh yigit Javlon saqlab turgan bo'lib, bu Faridaning ular bilan tunji qitim ko'rishishi edi. Xos vositachisi bo'lmagan ahvol ostida o'zi kelib, ular bilan ko'rishishga majbur bo'lgan Farida xijillik ilkida o'rinib qoldi. Ammo ularning hamma ishlardan xabar bo'lganligi Canangul boshida ularga programmadagi parakandichilik sababidan vositachi Nurshotning qo'lidagi ishlarni o'tkazib bermasdilla qechib ketganligi, shunga Faridaning damolliqqa orada vositachi qo'yolmaganligini to'g'ri tushunganligi uchun oradagi o'ng'aysizlikmi tezlik o'tib ketdi. Ushqun Oy Farida bilan qizg'in ko'rishib, u rol olgan kino, televiziya teatrlarini baxtli yaxshi ko'radiganligini, uning zilva qomatiga, rol elish mahoratiga, bu kasbda ko'rsatgan tirishchanliklariga ham qo'lga keltirgan natijalarga qo'l qo'ydiganligini, o'zining uning bilan tanishib, do'st bo'lib qolganligidan intayin xushal bo'lganligini zo'q sho'x bilan so'zlab kelib, yenidagi yigit inisi Javlonni uningga shirkatimizning xos fotografi, qiyofat loyihalaguvchi, ba'zida kiyim-kechakmi loyihalaydi. Hozir do'konda bor bo'lgan ba'zi murosim kiyimlarni u loyihalagan deb tunishtirdi. Shu chog'da Farida o'ziga qarab mag'rurona bir holda kulimsirab turgan Javlon bilan qaytadan bosh lang'ishib salomlashdi. Demak, agar ular hamkorlashib qolsa, Faridaning suratini mana mushu yigit o'z qo'li bilan tatdi. Farida Ushqun markasidagi to'y ko'ynaklarining obraz vakili bo'lib, mushu markadagi to'y ko'ynak va murosim kiyimlarini kuchab tashviq qilishga ma'qul bo'ldi. Gerçi u o'zi bu hamkorlikning oxirining yaxshi bo'lmasligidan ansirgan, buningdan burun tarqalib ketgan salbiy xabarlari ham yuzma-yuz programmasida bo'lib o'tgan qalaymaqonchiliklarning sababidan bu markani toza tonotib tashviq qilib berolmasligidan ham yegan bo'lsa-mu, do'kon egasi Ushqun Oy uningga tasalli berib, bulardan ansirmasmi bo'ladiganligini, o'zi bilan mos qadamda tirishib bersa, qolgan ishlarni yenisi ikkisi hal qiladiganligini u obraz vakolatchiligida tushib bergan rasm va suratlik ishlangan e'lonlarni har qaysi taratquv vositalaridan foydalanib tashviq qilib, bir mazgil maxsus e'lon uchun pul xarjlaydiganligini, uningdan keyin davomli turda yangi loyihalarni bozorga silib, bu markani ko'zga ko'ringan kiyim-kechak markasi qilib tanitish o'yi borligini, fursat bo'lsa kiyim-kechak yarmankilariga qatnashadiganligini aytdi. Bu ishda Faridamo tavakkul qilib qoidani buzgan bo'lib, hech qaysi cho'lpon salbiy xabarni oshkora e'tirof qilishni, talodagi apqashli gaplarni savdogar tarafning qo'liqiga o'z og'zi bilan silishni xohlamasa, faqat o'li shunday qildi. Bu orqali zodi hamkorlashish yoki to'xtab qilishni tanlash fursatini ularning o'ziga berib, kavobmi ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan yo'lni tutmoqchi bo'ldi. Buningda qarshi taraf hamkorlashib ziyon tatib qolsa, boshda o'zing mayli degan deb qarab turg'ili bo'ladi. Agar hamkorlik o'rnatmayman desa, yana mayli edi. Ular hech nima bo'lmaydi deb turgan yerda Faridamo ortiq tirkashmadi.
Shunda qilib, eg'ir mag'lub bo'lgandan keyingi tunji qadam to'y ko'ynak va murosim kiyimlarga obraz vakili bo'lish, ashu kiyimlarni kiyib, xonishlardek yasinib suratlarga tushish, suratlik e'lon ishlash qatorliqlardan boshlandi. Yigirma ikkinchi qism. Canangul har kuni bir amallarni qilib, Faridani Xushqun to'y ko'ynaklari shaharchisiga olib qo'yib, qorong'u tushganda yana og'ili keladi. Farida u yerdagi maxsus e'lon ishlari uchun alohida besalgan surat uyda har xil qiyofatlarni chiqarib suratga tushadi. Suratlik e'lonlarga chiqadi. Har bir yurish kiyim uchun oz deganda 50-60 parcha yoki uningdan ko'p suratga tushib, ondan yarim soatdan 1 soatgacha bo'lgan qiyofat tasviri e'lonini suratga elib bo'g'icha charchab chuvilib ketgudek bo'ladi. Shundaqdimi bu kasbning o'z yo'lida xushallig'i, ko'ngillik taraflari bor edi. Shuncha jafo chekkangi tushliq tafovutimi yomon emas bo'lib, ba'zida bir markaning obraz vakolatchilik haqqiga beriladigan pulni ba'zi bir odatdagi xizmatchilar armay talmay ishlasa, balkim 8-10 yilda ta'siroq topa olishi mumkin edi. Ishlari yaxshilanishga qarab yuzlangan kunlarning biridagi tong saharda o'zini og'ili kelmoqchi bo'lgan Canangulni saqlab taqib bo'lgan Farida ishlardan ansirashga boshladi. Canangulning qaynonasi uni yangi tug'utliq deb sirqi chiqqili, hatto o'zining sodisi toza yurishayotgan o'nchi marvoyit zibu zinnat do'konig'imi bog'lab qo'ymaydi. Yaqindan beri u Faridaga yordam qilaman deb har kuni atdigan vakkashda qaynonasiga yolg'on aytib qo'yib, Faridani eliqi to'y ko'ynak shaharchisiga mashinalik olib akilib yuradi. Bugun mo texi 1 soatning oldida 15 minutda berib bo'laman, soatga qarab turib 15 minutdan keyin binoning oldiga tushgan deb qo'yib, mana endi o'zi yo'q. Farida 15 minutdan keyin binoning oldiga tushdi, lekin u yo'q. Telefon qilib edi, etik bo'lib chiqdi. Birdam saqlab beqib edi, o'tgan kechganlardan uni tunib qolganlar yanfullarni chiqarib, ruxsatsizlik suratga tortib, sinig'a og'ili turdi. Ularni to'sishga amali bo'lmaganlikdan suratga ilinishdan o'zini qochirib, uyiga chiqib ketdi. Uyida saqlag'ach, qayta telefon berib edi, yana etik bo'lib chiqıverdi. Canangul bilan aloqalashalmagandan keyin uning xizmatkoriga telefon berib edi, o'ylamagan yerdan uning yanfuni etik bo'lib chiqib, Faridaning ko'nglini o'ritib qilibdi. Ishqa tushadigan chog' bo'lib o'tib ketgan bo'lsa-mu, Faridaning qarshi ko'rinmagandan keyin saqlab hargan javlon uning o'zi telefon qildi. Vositachi ketgandan keyin shoferimni ishlamayman deb ketib qolgan. Mashinamni xizmat ishxonam joylashgan binoning mashina to'xtatish maydoni edi. Necha vaqtdan beri meni yeningizga Canangul o'zi olib akilayotganda, o'zim taksi to'sib olsam, ahvolni bilasiz, balki maroqchilarning qo'rshavida qilib, avorchilik bo'lishi mumkin. Shu tapda Canangul kelmadi. Yanfonimi etdik. Faqatla aloqalashamayotman. U kelmasa, endi ishqimga boramsam, qanday qilaman? Qisqa vaqtda Faridaning ishiga oldiga o'nib bo'lgan javlon uni yer osti mashina to'xtatish maydonida saqlayotganligini aytdi. Ular ko'rishgandami Faridaning chehradagi xafaliq o'ptalla bilinib turadi. Chiroyingiz tatrang'o turdi-ku. Kechachi yaxshi uxlayamadingizmi nima? Yo'q. Yaxshiga uxlagan. Atdiganda sal turib og'ili borman degan odam hozirgacha yo'q. Yanfoni texi etik turdi. Shu qiz baldan ansirab qoldim. Sizga malol kelmasa, agar bugungi ishlarga ta'sir yetmasa, Canangulning uyiga bir berib baqsaq bo'pti ekan. Yiroq emas. Bu yerdan 5 kilometrlik keladi. Albatta bo'ladi. Ansirmang. Bir kun degandan kar chaqlaq. Xizmatga ta'sir yetmaydi. Bu ishlarni o'nchola sizlar o'ylayapman. O'zingizni ozoda tuting. Bu xizmatni o'yin tomosha o'rinda bilsangiz, o'zingizni texmi ozoda his qilasiz. Farida uning e'tiqodlaridan so'yinib qoldi. Uning yo'l boshlashi bilan javlon haydagan mashina Canangulning uyini nishonlab yurib ketdi. Ular kelganda Canangulning uyida ig'ir jidal bo'layotgan edi.
to'y qilgan 4 yildan beri bir qitim qarsini ko'rsatib qo'ymagan, endi Jonongul o'g'il tuqqanda bo'lsa, xabar qilibmi qo'ymay, o'ylig'i mogo ungandek paydo bo'lib qolgan qayni onasi uni kichik bolani boshqurgandek boshqarib olib, sirtqa chiqma, hech kim bilan aloqa qilma, balını yaxshi beqib uyda o'ltir degandek bo'yliqlari bilan uyga bog'lab qo'yayotgan bo'lib, shu topdagi jidalmu dal shu sababdan edi. Farida xeyli uzun urganda, ondan paypaslab chiqib eshikni ochgan xizmatkor uni ko'rib hayajonlanib ketdi va beligidan tortibla ichiga boshlab: "Acab yaxshi keldingiz. Jonongul xonim qaynonasi bilan so'qishib qoldi qarang. Bu jadalni ayirib bo'lamay yuragim suv demaysiz. Ne vaqt bola yig'lab tiliqib ketsin, kar yo'q ular. Shunda urishib ketyapti. Siz kirib nasihat qilib baqsangiz bo'pti ekan." Faridaning kirib kelganini ko'rib boshda hayron qolgan, orqadan arvohi uchib, tishlarini qo'chirlatgan qaynona ahvol so'rash uchun oldiga kelgan, texi gap qilgudekmi bo'lmagan Faridani satladi. "Asli siz edingiz, ha? Kelinimni uyda o'ltirg'ili qo'ymay, hadis taloq chaqirib aram bermagan siz shu-ku? Voy, ishingiz yo'qmi sizning? Eri, qaynonasi, bolasi bor xotin kishi degan o'zining uyida o'tirib, bolasini beqib, qaynopasining xizmatini qiladi. Nimishqa hadis uni kayningizga silib so'qildatib yuradingiz? O'g'lim bilan kelinimni uy tutqil qo'yamsiz, qo'ymamsiz?" Tuyuqsiz chiqqan bu yo'lsiz gaplardan dong qetib turib qolgan Farida nima deyishni bilmay, birda Jonongulga, birda xizmatkorga qaradi. Ungacha Jonongul kelibla qaynonasining qo'lidan tortib, hujra uyga manqash: "Apa, canım apa. Mehmonning oldida saturadi. Nima gap bo'lsa ayrim deyshayli. Hozircha ranjimay hujringizga kirib ketib turing bo'lamdi." "Nimishqa kirib ketadiganman? Bu yengini to'qitidan turgan ayolni chaqirib olib, namina qatirg'izib girsa satturmay, men ishga yig'iz gap qilsam satturam degan. Sattursiz tursin. O'g'limning oilasini qo'g'dab qilish uchun satturishidan qo'rqmayman toza. Sizchi, buningdan keyin kelinimni izlamang. Odam degan do'sti bo'lmasa-mu yashqal bo'ladi, lekin eri, bolasi, oilasi bo'lmaydi. Shuning hamda o'g'lim bilan kelinimni oramida qo'ying, ha? Buningdan keyin uyimizning bo'sug'isidan atlaydigan bo'lsangiz, saqchiq ma'lum qilaman." Momayning jahillik qilishi va Jonongulning yuziga sat bo'la demay, shu gaplarni qilishiga chidamagan kelin g'azab bilan toshdi va necha vaqtdan beri degisi kelgan, ammo qaynona kelinlik munosabatini Momayning ko'nglini oyab yelmay kelayotgan gaplarni biroqla to'kdi. "Haddingizdan oshmang, apa. Mening turmushimga, do'st tutishimga aralashadiganga nima haqqingiz bor? Men sizning qoida tuzum bilan boshqarmasangiz bo'lmaydigan qulingiz emas, balki keliningiz. O'g'lingiz janida borgan turganlarimga aralashmaydi-yu, siz nimaga kuchab ketasiz? Men ya kichik bola bo'lmasam, o'g'lingiz bilan to'y qilib jafoliq yillarni o'tkazgan chaqlarda qaringizni ko'mivdik. Endi ishlarimiz sal yaxshilanganda pokkida gaplar dedikingizni boshqurgandek boshquramsiz meni? Endi chidag'uchilikim qolmadi, apa. Men sizning boshqurishingizga, kichik bolaga o'rgatgandek ish o'rgatishlaringizga muhtoj emas. Necha yildan beri siz bo'lmasangizmi obdan yashab keldik. O'g'lingiz ishkimiz taskinlarni birga o'tkazib, siz bo'lmagan sharoitda birlikda tirishib bugunga ulashdik. Endi bo'lganda bu yerda siz qo'ltiqib halqib bermasangiz bo'lmaydigan ish yo'q. Mundaq jinimni siqildirmang. Menga erkinlik kerak. Odamdek erkinlik kerak, apa. Meni atidan kechgacha uyga solib olib, nima qilasiz? Bir obdan tijorat qilib atgan do'konimga texib bog'lib qo'ymasangiz, do'stim bilan izlashib o'tkazib taxib qo'ymasangiz, uyimga bir kimni akagilimi qo'ymamsiz? Siz mushuncha qattiq tuzumni boshqarmasangiz bo'lmaydigan qadimgi feodallik tuzumdagi uy emas-ku bu. Qo'yning qo'zisidek rayish, muloyim, gap anglaydigan, ko'nglini oyab, o'zini xonishdek cho'ng ko'radigan bu kelinining bugun Faridani ko'ribla ta'tir tanasiblik bo'yicha o'zgarib qolib, hech qachon qilib boqmagan bir talay gaplarni qilib, ko'zlariga yosh kelib turgan keliniga qarab, Momayning hayronligi chekiga yetdi. Necha daqiqa hanviqib qolgandan keyin birda Faridaga, birda Jonongulga qarab, tishlarini yavitdigandek qo'chiltatdi. "Ota-onangiz sizni mushundaq tarbiyalaganmi, ha? Ota-onangiz sizga cho'g'lan hurmatlashni, qaynona qandoq bo'ysiz o'rgatmaganmi? Qandoq degan haddidan oshqanlik bu? O'g'limning oshnini yeb, o'g'limning pulini xashlab, o'g'limning bolasini to'qib turib, menga yana mushundaq hurmatsizlik qilamsiz?" To'li menga o'g'lim deyman. O'g'lingizning pulini xajlasam-mo, amdilatdan xajlaman. Biz to'y qilgan bu yillarda o'g'lingiz burungi qarzlarini to'ladi. Sizga uy yapagan qarzlarni to'ladi. Necha yildan beri uni men beqib keldim.
Siz uyimiz deb eg'izingizga cho'ng elayotgan bu uyni-mi men o'z pulimga olgan. O'g'lingizga bek amroq bo'lsangiz, yeniga bering. Yunnan degan yerda bor. Ajoyib opadarlıqdan homildor chig'imda meni tashlab qo'yib xizmat qilaman deb shu yerga ketibdi. Hozir jonni tikib qo'yib bir o'g'il tug'ib bersam, bir qatim ko'gili kelmay, nima bo'lsang bo'l deb balini menga tashlab qo'ydi. Shuncha vaqtdan beri bir qatim yo'qlab kelmasa, o'g'lingizga gap qilmaysiz. Endi do'stim bilan bodi keldi qilsam, meni boshqurg'ingiz kelib qoldimi? Bundan keyin boshqurishingizga bo'ysunmayman. Qancha qilsam oldingizda baribir aski bo'lgandan keyin, tayliq oxirigacha aski bo'layveray. Baraman desangiz bilet elib yo'lga sep qo'yaman. Bek amroq bo'lsangiz o'g'lingizning yanida turing. Siz bilan chidalishib zerikdim. Hordim. Dastingizdan yugunbani yeyamay, qilg'unba ishlarni qilolmay, tashqi dunyodan ayrilib, tug'utimdimi shundoq nachar turibdiman. Endi bo'lsa aramimni qo'ying. Men o'zimning uyda yolg'iz qolay. Canangülning gaplarining sal qattiq ketganligini his qilgan Farida levini tishlab qoldi-yu, hech nima deyolmadi. Bu tarbiya ko'rmagan. Qiynanig'im shundoq gap qilamsan? Momay Canangülni urish uchun qo'lini ko'tarib edi. Canangül o'zini qochirib, kayniga tortib oldi. Uralmag'iniga tanbamay, uninga etilib kelgan Momayni xizmatkori quchoqlab olib, oldiga siljitmadi. Canangül puxadan chiqib olgandek, miyiqida kulganicha ko'zining quyruqida Momayning tarsaliqlariga qarab turadi. Qarab tur. O'g'limga deb tanavingni tatqizmaydigan bo'lsam, hozir cho'ng gap qilganing bilan o'g'lim qaytib kelsa yuvashlab mushkub ketasan tayinliq. Shu chaqda nochilik qilganingni bir ko'ray. Bu tarbiyasiz. Ma'qul. Men shu o'g'lingizni saqlab turgan. Uninga deb qo'ying amsa. Darhol qaytib kelib meni bekorlab qo'ysin. Men uning bilan ajrashiman. Ondan deb qo'yay. Ajrassam sizlarga beradigan bola yo'q. O'g'limni o'zim boqaman. Uymi mening. O'g'lingiz bu uydan sizni yetlab chiqib ketsa bo'ladi. Mening deydiganim tugidi. Canangül deydiganlarni deb bo'lib, qator hujurlarning biriga kirib ketdi. Momay lasida past qo'yga tushib, asta-asta betidan yondi va beshi qaygandek bo'lib, daldangishib qoldi. Xizmatkor darhol taxt kristoni so'rab kelib, Momayni o'ltirg'izdi. Shuninggacha nima qilarini bilolmagan Farida bilan Javlon titik bo'lgan holda hamma ishlarga un-tinsiz qarab turdi. Azroq vaqtdan keyin zakadagi o'g'lini ko'tarib chiqqan Canangül xizmatkorga buyurdi. Ay qiz, balaning narsa keraklarini tayyorlab bering. Sut parashki, sut qutisi, zaka qog'oz, tanishug'ishliq yangratqo, andan nachqur kiyimlarini to'liq qilib pastga tushib bering. Bir necha kun uyingda turib turay. Mavluda opam bilan sen eg'rimni soladigan bo'ldim. Qo'zamni beqishib. Farida chaqalliq bilan bolani uning qo'lidan oldi. Ammo qandoq tutishni bilmay tamtirab qoldi. Hech qisi yo'q jinim. Sen basan texi xush bo'lamiz. Lekin opangni bu holda qo'yib ketsak qandoq bo'la? Ziddiyat yo'g'nab ketmasin deyman. Bu ziddiyat qaynonam meni direkni boshqurgandek boshqurg'ili turgandan tatib yo'g'nab mangan. Men bir odamning tirishchanligi bilan hal bo'lmaydi ekan. Endi faqatli chidab bo'lolmadim. Hurmatli qaynonam ya mijasini o'zgartmasa, ya uyga qaytib ketmasa, men sarang bo'lib qolsam, ya bo'lmasa o'lib olsam bo'ladi shu. Shuncha vaqtdan beri japaliq pul tepib, birini birga o'lab tejashlik kun o'tkazib yurganda yo'q odam, endi kunlarimiz yaxshilanganda kelib, mandaq qilib tursa. Voy bo'ldilar. Kimning kimga aramchilik bermayotganini o'zi bilamagan bo'lsa bo'pti. Men bo'lsam uningga aramchilik beray. Ish qilib bu qatim ajrashishni qaror qilib bo'ldim. Jaman, bo'ldi gap qilma. Hozir menga portlab ketay dedi. Sen bo'lsangmi gap qilma. Farida uning alpoziga qarab sukut qilishni tanladi. Qo'lidagi hech ishdan xabarsiz mo'ldirlab qarab yotgan bovoq to'limi o'moq edi. Ayol Shimayla bir chamadonni so'rab chiqqan xizmatkor qiz yig'libatgidek bir holda qo'lidagini opirib Canangülga tutqizdi. Qachon qaytib kelasiz? Qaynonamning o'g'li qaytib kelib ishlarni bir yoqqa ayirganda qaytib kelaman. Ya bo'lmasa hurmatli qaynonam uyga ketganda. Angacha siz uyga puxta bo'lib, ishlarni joyida bijirib turing. Har qanday ish bo'lsa vaqtida menga telefon berib ahvolni ma'lum qiling. Sizga yo'lsizlik qilsa yoki men bilan aloqalashishingizni cheklasa, saqchiga ma'lum qiling. Bu degan taraqqiy topgan shahar. Birovning uyiga zo'rlik bilan kirib olib, o'ktamli qilsa qonun qarab turmaydi. Yuvash bo'lib mushildab o'ltirmay, o'zingizni qo'g'dashni bilinjimi? Balkim necha kun yoki necha haftagacha men yo'q. O'zingiz qo'g'dimisangiz bo'lmaydi. Uxlashdan burun hujrangizni ichidan taqib olishni unutmang. Iskandarga telefon qilib qo'ying. Qaytib kelib ajrashish rasmiyatini bijirib o'tgach, opisini epkassin. Ondan men qaytib kelaman.
Men kelishdan burun hech kim uydan bir tal chishko'lig'ishmi yetgimsin. Hisobini sizdan olaman. Canangülning qaynonasini xatarlik odam qatorida ko'rib etqanlari uningga zarda bo'lib to'yildi. Necha vaqtdan beri yuvoshlik bilan gapini anglab, qulluq bildirib kelayotgan kelinining bugun bo'ri terisini kiyib qo'pishi, yana kelib yuz xotir qilmay, orini mushundoq qatmonlashtirib etishi uni gangirtib qo'yotdi. Uni ching tutaman deb siqib olni qo'ymaganligini, boshqirib ko'ziga kirib olib, oxiri bugungi oqibatni keltirib chiqarganligini o'ylab yuragi og'di. 23 qism. Ammo kelinini uydan chiqib ketishdan to'simadi. Canangül bolaning nars keraklari silingan chamadonni so'rab chiqib ketgicha kaynidan chekitdak qarab turdi. Vay! Ha, balam, gapimni angla. Qo'lingdagi ishlarni qo'yib darhol qaytib kel. Xotining sendan ajrashiman deb sarangliq qilib yuriydi. Meni uydan qo'g'lab chiqaramay oxir o'zi chiqib ketdi. Ajrashsam, balanimni bermayman, uynim bermayman deb davron silib, olamni ma'lum qildi. Yana kelmasang sot qarisundigan o'xshaydi bu. Qaytib kelib, tanavin obdan bir tatib qo'yg'ina bu Azazulning. Javlan Farida bilan bola ko'tarib olgan Canangülni tinch ham ozodi bir qahvaxonaga boshlab kirib, chatrak bir o'ringa kelib joylashdi. Ondan Canangülga meva sharbati, Farida bilan o'ziga qahva qo'yirtgandan keyin qizlarning kayfiyatini buzmaslik uchun jimmida o'ltirib, yana fonini o'ynashga boshladi. Qaynonangga bo'lgan achchig'ingni yo'ldishingdan chiqama. İskendermi seni ham bolasin deb, mushu oilin deb tirishyotdi. Unimi sening ham bolasining endi baxtli turmush kechirgisi yo'q demsan. Bir mezgil o'tsa ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Umi qarzlarini qaytarib olsa, unda hierarxiyaga berib ishlab yurmaydi. Meningcha ajrashiman degan gapni qilmay, yana bir mezgil savrchanlik bilan kutib turgan. Sen bilmaysan. Bir ayolning eriga eng muhtoj bo'ladigan chaqlarni o'z yolg'iz o'tkazishi. Eng ehtiyojli chaqda yagona qilishi. Hatto joni alqumga kelib qolganda doktorxonada yolg'iz yetib, qosh kirpik orasidagi o'lim bilan yolg'iz elishi nimadan derak berdi. Ölüp ketgan bo'lsa-ku, yo'qdi, maylila desam. Hayot turib, dikkini kasi kelalaydigan turib, yarim yildan ortiq vaqtdan beri kelib yo'qlabmi qo'ymadi. Hamma japoni o'zim yolg'iz tatib, qo'soq ko'tarib balani tug'ib, mushkunga kelgucha ko'migan kunlarim qolmaganda. O deyishgina bir kim yo'q. Qiyin kunlarni o'zim yengib, asılığa ulaşqanda hech qachon analıq burchini askib baxmagan bir ayol kelibli meni dedekni boshqurgandek boshquramda. Sen mu bilasan? Men Zibu Zinat loyiha kasbi bilan Shanganga ketish fursatimdan voz kechib turib Iskandar bilan to'y qilgan. Oliy maktabni bitirgandan keyin talay yaxshi xizmat o'rinlari chiqdi. Faqat bu yerdan ketib qoladi ekanman. Iskandarni yolg'iz qo'ydi ekanman deb bormidim. Onun arzusu bo'yicha xizmat qilmay, o'z oldimga egilik tiklash yo'lini tanladim. Ochu to'y qilib beshay bo'lmasdan meni yolg'iz tashlab qo'yib, o'zi yunanga ketdi. Texi homildor bo'g'nimga 3 oymi bo'lmasda. Siz ikimning qattiqligidan o'lay devatsam, qarimi bo'lmay yolg'iz tashlab qo'ydi. Shu ketgancha mana bola tug'ilib, 40 mi to'shay dedi. Yana yo'q. Meni demisimi, amdili tug'ilgan bolasini deb bo'lsimi bir kelib qo'ysin bo'ladi. Davlat atlamaydi. Nahayt shu o'lkatlab keladigan ish-ku. Onunga nima ketadi? Barman desa biletini zakaz qilib beratdim. Aerodromga og'lik chiqib kutib olatdim. Uyga kelsimi bu uyda o'qib paygudek ish yo'q. Faqat menga ham bolasiga amra bo'lib necha kun turib andin qaytib kelsa bo'ladigan ishga shuncha eg'irlik qildi. O'zi seg'inmasa, biznimi seg'inmaydi deb o'ylamdikin, yoki uy tutqisi kelmadimi, bunimi bilmadim. Telefonlasaqmi qo'yib aldiraydi. Silliq ko'rish vaqtinimizga 10 kundan eshibdi. O'ylab baqsam, eng oxirgi silliq ko'rishnimi men onunga o'rgan. U o'zi tashabbuskorlik bilan meni izlamaydigan bo'lib ketgan ekan. Onunga bo'lgan achchiqni ichimga yutib, zo'rg'a chidab yursam, voysimay, qaqshimay to'g'ri tushunishga tirishib, bolani o'zim yolg'iz beqib 7 kishi jabhat tatib endi bu xotin yanimga kelib olib ko'zimga mixbob qadilib tursa,
Dərtni bir yaxdan tassam tatıb bula boğuytum. Götürəmmisəm sən qıltıb alıdığanğa bir kimə qarzdar boğuymuttum mən. Ya izzətini qılıb çoğun köygənini bilib, itib bəgənini yep, ep bəgənini qubul qılıb öz layıqıda anı bulmasa. O ayal bu öyge kelgəndən beri bana qayna ana emas, başlıq boldu, başlıq. Bək çarçab ketdim mən. Əmdi çidiğucilikim qanmadı. İskəndarның bu öydə rayı yanğan bolsam, mening teximi bək yandı. Əmdi tartışmayman. Heliğicha apsıdan bolğan etken işlarning hammini anlab boldi ehtimalim. Bu qatim kasimi keladi, kamisimi keladi. Ajrashning ishini unusimi deyishman, unumisimi deyishman. Agar zot ajrashmayman, yana bir mazgil hozirqidek yiroq yerda ishlayman. Men kagichi balani beqib kutib tursan desa, uningmi mayli. Men yana chidayman. Lekin apsini kaga yerga opirib versin. Onundek quldideklarni boshqarib ko'nib qolgan, qandoq apı bo'lishni, odamga ish chaqirtishni bilmaydigan, atidan kashkichi to'yga chiqib olib, ko'zining quyruqida marab ish yo'llachi ish ko'rdigan, ig'zini ochsa odam tillab, qo'lini ko'tarsa odam uradigan, undoq ayolni qiynanam deb u uyda bilib turmayman. Shaharda ib qog'oz bo'lsa, uningga ayirib uyib bersin. Menga aramchilik bermaydigan o ayol bilan yana bir oy o'shiq bila tursam, men chuqum elishib qolaman, Pari. Elimi onun degan yerlaridan chiqib bulamay qip-qizil sarang bo'lay dedim. O'tib teshib qara, kichikina balamni yig'ladi deb urdi demaysan. Bu vaqt bola degan yig'lamay nima ish qiladi? Doktor mu balaning muvafiq yig'lashini badaniga, ovoz pardasi ham o'pkisiga foydali degan tursa, nafasib turgan bola degan ancha-muncha yig'laydi damdi. Qo'zqachib yoki rahat yotolmay beyaram bo'lib shunchaki yig'lasimi, yugurib chiqib meni mashqurgandek yig'lama deb vaqirab buyruq qiladi. Undaq vaqirsa elg'i kichik bola ekan. Bizmi yig'laymiz? Shuni bilan bola qo'rqib ketib, texmi yig'lasa, yuziga qachatlab atadi. Undaq qilman desam, amisi yig'lamasin, suvanini o'chiring deb. Balaning yig'isiga o'chadam, yenimga kelaverib nima ish qiladi? Kessa bo'ladi yurtidik o'nkiriga. Ish qilib bo'qatim. O'g'li ham onasi bilan ko'niyang hisobotlarning hammani bir yo'lli qilishmasam bo'lmaydi. Ichimga tinib, bek tegishib ketdim men. Canangül tehiçi yığılavatatti. Yenideki tonuş hem natunuş hesaplanadigan javlandan uyalmız tehi. İçini zərdigöş qılıb turgan piğallarını Pəridəgə tökmesi tehi. Ahiri uyulishni bir yoqqa qayırıb qoyubla hamma gaplarni deb tashildi da ikki qo'lining alqinini peshonasiga tirab, yuzini etib turib bo'quldab yig'lab ketdi. Pərida Canangülning udulidan yo'tkilib, uning yeniga kelib o'ltirib, Nuristonni quchoqlab turib tasalli berdi. Yig'lab al qo'zam, bir oz yengillab qolsan. Sen shularni muvafiq ko'rgan bo'lsang, aytganingdek bo'lsin. Qandoqli bo'lsin, men seni qo'llayman. Jiningga unchola chapas silvanma. Men qog'dek ishlar bo'lsa ayimay dava. Bu kamgicha mening ig'irlarimni ko'tarib kelding. Sendin men ko'targidek ig'irlar bo'lsa, qo'lim bilan emas, yuragim bilan ko'tarman janjigirim. O'zingni hech qachon yer yuraksiz deb o'ylama. Mana men sening hamma nima. İki qiz quchoqlashib yig'lashayotganda, Javlon bir yoqda ularga qarab masliga kelib o'ltiradi. Canangül o'ltirgan kresloning so'l tarafidagi bo'sh o'rinda amdili iyiga to'shgan bovoq bir tatliq shuldab uxlab yotadi. Ushqun to'y ko'ynaklari shaharchisining va Ushqun markasidagi to'y ko'ynak murosim ko'ynaklarining obraz vakolatchisi bo'lgandan keyin Paridaning jamiyatdagi nachar nom atiqi barg'an siri untilishga qarab yuzlandi. Boshda Ushqun oy uning suratlari ishlatilgan tashviqot va e'lonlarni har qaysi taratqu va shahar ichidagi cho'ng ekranlarda kuchab tarqatdi.
Faridaning ushqun markasdagi ko'ylaklarni kiyib, guldek yasinib tannoz qiyofatda tushgan suratlari, avtobus bekatlaridagi tashviqot taqtaylari, har qaysi yo'l avtobuslarining tashqi temi va cho'ng e'lon ekranlaridan o'rin olishiga ergashib, kishilar yana bir mahal uning qora arxivini qezib chiqqanda qildi-yu, bu ishlar qancha tez maydonga chiqqan bo'lsa, yana shuncha tez besiqib qolib, kiyim-kechakning tashviqotlari o'ptalla unum bagil turdi. Cho'lpon bo'lgandimi o'zidan cho'ng yoki kichiklar orasida xeyli cho'lponlardan chiroyli hisoblanadigan Farida, ashu chiroyi, o'ruq, zilva ham chiroyli badan shakli kishining aqlini lol qilishga tamoman yetib oshadi. Bo'libmi qapoq pul emas, barang pul bo'lib kelayotgan tomosha sohasida bo'y basti, chiroyi bo'libli basa, qog'ini o'yiniga tang ishlar edi. O'zdagi bu ortiqchiliklarni joyida ishlatishni biladigan Farimu bu qitim shunchalik kuchidiki, kiyim-kechaklarning tashviqoti uchun suratga tushgan, e'lon suratga olgan chog'lardan boshqa hamma vaqtini ushqun to'y ko'ynak shaharchisida o'tkazib, bu yerdan kiyim setib olgan har qanday bir xaridorga o'z qo'li bilan imzo qo'yib sovg'atlik berib, bu ishlarni to'rda tarqitib, ham to'xtamay xaridor jalb qilib, ushqun oyning sodasini tezlik yurishtirishib berdi. Bir qitimliq bevosita tarqatiladigan programma tufaylidan to'kilgan nom obro'yining asliga kelishiga ergishib, uni izlab kelib, kinoga taklif qiladiganlar, e'lon ishlatadiganlar ko'payishga boshladi, ishlari kun sari yuksalib ketdi. Dastlabida lav suruq bilan choch soponining e'loniga chiqdi. Onundan keyin komediya tipidagi bir kinoga qatnashib, rol olg'ili turganda, bir zamonlarda salbiy xabari sababli qo'yilishdan to'xtatib qo'yilgan kinosi qo'yilish vaqtini e'lon qilib, murosim kunini bekitadiganligini aytib, uni kelib ketishga yoki vositichisini avatishga buyurdi. Mundaq chog'da qayda qilib bo'lmaydi. Bo'lmasa, qalandar yamalasa, xurjinga ziyon bo'lib qolib, aron tasdiqlagan qaddi yana pukilib qolishi mumkin edi. Canangülni vositichisi sifatida kinoning qo'yilish vaqtini e'lon qilish yig'iniga qatnashtirishni o'ylagan Farida jiddiyli uyiga qaytib, Mavluda bilan birga bovoq beqib o'ltirgan Canangülni o'jirsig'ib so'radi. Qara qo'zam, bundan keyin sen mening vositichim bo'l. Ikkimiz birlikda mo'rni-mo'riga tirab g'ayrat qilaylik. Yenimda sen bo'lsang, men texmi xotirjam bo'laman. Chaqchaq qilmasan-chu, men ya bu kasbni tushunmasam, qanday qilishni bilmasam. Men sana o'ygitaman. Təs emas, Nurşat qilgan ishlarni qilsang bo'ladi. Sen degan qiz bola, uni ustiga mening yaqin do'stim bo'lgandan nurg'un ishlar texmi osonga to'xtaydi. Ish qilib mushundaq bo'lsa, eng muvofiq bo'ladi. Lekin mening uncha marvoyat do'konim bor tursa, sen bilasan, u degan mening butun hayotimga vakillik qiladigan egilikim. Voy-yey, do'konning ishlariga ta'sir yetmaydi. Sen tug'ib yotganda do'koningni boshqarg'ichi ham xizmatchi qizlaring bir opta yurishtirib ma'ndi-ku. Bundan keyin mushundaq qilsa tamoman bo'ladi. O'zim qarshiman desam, yetarlik vaqting bor. Ish qilib, men hozir burunqidek tangliq emas. Bizni avar qilgan odamlarmi oz degina, o'yin tomoshalarimizga yetkidek vaqtimiz bor qo'zam. Farida Canangülning turli andishlarini har xil misol va ko'rsatmalar bilan yo'q chiqarib, oxiri uni o'ziga vositichi bo'lishga ko'ndirdi. Eg'izda tas emas deb qo'ygan bilan bu kasbning o'ziga tushliq tasdiki, murakkab nuqtalari, ovozchiligi ham jafosi bor edi. Garchi Farida o'zi vositichi bo'lib baxmagan bo'lsa-mu, ammo ilgirki vositichisi Nurshad bilan ko'p yil hamkorlashganligi uchun bu kasbni qandoq ishlashni yaxshi biladi. Shunga u Canangülni bu jihatda yaxshi yetakladi, zerikmay o'rgatdi, hormay so'zladi, ba'zi inchki nuqtalarni atoydan mashq qildirdi. Hatto vositichilik qilishga tegishli ishlarni birma-bir xotirlab berib, uning bu jihatda texmi yaxshi ilgirlashiga turtki bo'ldi. Faridaning doim deydigan odam qilgan ishni odam qila olmamdi degan gapi Canangülga zo'r madad ato qiladi. Shunga u kuchining boricha tirishib, bu vositichilikdan iborat yuksak mas'uliyat, sezgurlik ham chechanlik talab qiladigan kasbga moslashib menish uchun yurak qiyinini sarf qildi. Degandek, har ikkisining tirishchanligi tezlik unum berib, Farida obdallik qobil bir vositichiga, Canangül talabchan ustoz va sardosh xo'jayinga ega bo'ldi.
Ular Faridaning qo'yilishdan to'xtatib qo'yilgan heliqi kinosining maslahat yig'inidan qaytgan kuni kechda xuddi osmondan tushgandekla Jonongulning eri Iskandar Faridaning ishigida paydo bo'lib qoldi. Aslida chiroyli ko'rishib, sig'inishliq kunlarga xotima berishga tegishli bu er-xotinlar ko'rishmayla Faridaning ko'z oldida jidallashib ketdi. Memishqa opamni uyda qo'g'laysiz. Iskandar quchoqlash uchun bag'rini echib oldiga kelgan Jonongul bilan orliqi birli qadam qolganda to'limdan to'qmoq chiqqandek to'nglik qilib, Jonongulning uninga echib kelgan quchog'ida shamol huvuldab, qo'llari havoda pulangishib qoldi. Kesh bo'lib qolganiga qaramay boshlangan jidal yarim kechgacha davomlashib, er-xotin ikkisi fikrida zodilib birlikka kelolmadi. Ikkilisi o'zininkini to'g'ri deb, Jonongul qayni onasini patirmagan, kuyinganni bilmagan, yaxshilik yarashmagan qatorga o'tib qilib, bir muncha ahonat anglab oldi. U qandoqla datlasimi, opsi ustidan nimalarni deb shikoyat qilsimi, baribir gapi ahmadi. Oxiri uvolchilik chidamay, ajrashiman. Hozirlik xetimni debla sakrab tushdi. Bunun bilan Iskandarning alpozi bo'shab, yeri chiqqan topdek salpaydi. Chunki ular to'y qilgandan boshlab birga turayotgan, hozir Jonongul qayni opsiga tashlab berib yenib chiqqan uy haqiqatan Jonongul o'z puliga setib olgan uy bo'lib, agar ajrashib ketsa, Iskandar opsini yetilabla uydan chiqib ketsa bo'ladi. Yigirma 4 qism. Agar u uydan chiqib ketsa, texichi to'lab ololmayotgan gadangacha qarzi bilan bu yillarda ayrim uy setib ololmaydi-da, opsini yana yezidagi uyga olib qo'yib, o'zi ilgirkidekla uy ijara olib o'ltirib yoki shirkat ta'minlab bergan bir kishilik yotoqda turib ishlashga to'g'ri keladi. Katta puldor xinim bilan to'y qilib, hashamatlik ozodi uyda turib ko'nib qolganda, ajrashib ketish bilanla eski kapiga qo'llandi bo'lish, jamiyatning tuvan qatlamiga tushib qolish uning uchun nomusliq ish hisoblanadi. Jamiyatda va xizmat o'rinda kishilar uni maza qilib, xotinining chapinida tarildi, xotinining uyida o'ltirib, shuning pulini xajildi desimi maylidiki, ammo hargizmi otdan tushib eshakka minishga roziligi yo'q edi. Yana bir jihatdan aytganda, homildor vaqtida tashlab qo'yib, xizmat qilaman deb Iroqqa ketib olganimi, qonun oldida bolaning opasiga buyurib berilishiga yetkidek paket bo'lib hisoblanadi. Shunga u turmushida qo'sh tarafdan yo'qotish bo'lib qilishini hargiz xohlamaydi va qarzlarni tugatib, iqtisodiy ahvolini yaxshilab olguncha yana bir mazgil ayolining qo'liga qarashliq edi. Bu xiyolni azaldan kallasidan ketib baxmagan Iskandar xotiniga yumshoq muomala qilib, uni muhabbat bilan ertish qaroriga keldi. Biroq Farida bilan Mavluda qarab turgan yerda uni erkaltib, maqtab quchirib, suyib yalab yurolmaydi. Shunga u Jonongul bilan ayrim paranglashish maqsadida bir amallarni qilib uni sirtga elib chiqdi. Farida u ikkisining sirtda urushib qilishdan ansirgan bo'lsa-mu, Mavludaning turmush tajribasiga asosan aytgan, er-xotin tursa, urushsa yana yarashib qoladi. Hech nima bo'lmaydi degan gapi bilan ko'ngli tinib, o'ziga omonat qolgan buvoqning holidan xabar olish uchun kirib ketdi. Qizi tarafidan uzil-kesil tashlab etilgan Fatimaning ularni qayta izlab bog'dek yuzi qolmaganining ustiga turmushi burunqidanmi bak o'rgulchilikda qoldi. Ayni chaqda Cho'lpon ojisining pulini xajlab, umr bo'yi rohat farog'atda turmush kechirish tushida allaylinib ko'nib qolgan qo'shkezak o'g'illar shu chaqlarda odatiga aylanib qolgan yuqori so'mliq iste'mol xohishidan chiqolmayotdi. Ilgirki g'o'rgul turmushiga qaytishni faqatla xohlamaydigan bo'lg'ashqa, jafo tatmay osonli pul topqili bo'ladigan amal chorlarning ishqida halak ediki, tari oqizib ishlab, o'z kuchiga tayanib jon beqishni asla o'ylamaydi. Necha kun paloqishib yurib, topgan puli bir vaqtlik o'ltirishiga yoki hamroh xonimlarning bir oqshomlik haqqiga yetmaganda, jidal qilib kelibla opsini yoki kasaldan o'ri bo'lolmay, injiqlab yotgan dadisini qoqishib pul so'raydi. Yo'q desa jidal qilib burnidan buloq chiqaradi. Ularning yashinib madordan ketganligini, bolalarning ehtiyojidan chiqqudak pul tepib berolmaydiganligini,
bu yoshga kelganda o'zlari tirishib pul tepib bu oilani qamdashi lozimligini xiyoliga keltirib qo'yishmaydi. ishlar shundoq bo'lavergan siri Fatimaning hayotdan rayyan bolalaridanmi, qarg'a kelmas erdanmi, mushu kunga qolgan o'z hayotidanmi ko'ngli suvdi. Farida bilan Mavludani qaytadan izlab berib, yolg'irib boqay desa, o'rori yo'l qo'ymadi va ularning endi qarshi olmaydiganligi oyoqdagi oshdek aniq edi. Bir necha qitim o'g'illarga to'lib pul badab bizni qiyin qistoqqa elivermay berib Farida ochanglardan so'ranglar. Uningda pul degan xamonga dövlab qo'ygandek to'la deganda, kichigida baxmay tashlavatsang, maktabda o'qiyman desa pul bermasang, endi biz berib pul desak beramda. Elimo burun berganlarni qarzga hisoblab bizni qaytor deb qistimaganga xush bo'l. Uni izlaydigan ish bo'lsa, berib sen izlab bizga pul elib ber. Biz qaysi yuzimiz bilan boramiz deb zinhor unimadi. Shuningdan keyin Fatimaning ko'nglidagi g'ashlik norozilikqa, bora-bora nafratga aylandi-da, pul va boyashat turmush g'amida sarang bo'lay deb qolgan o'g'illaridan bezor bo'lishga boshladi. Bir chetda yo o'lalmay, yo saqiyolmay qiyiqrab yotgan erni tezroq o'lsigan deb tilaydigan bo'lib qoldi. Faridaning ishlari qaytadan ro'naq tepib, kino va televiziya teatri ssenariylari, obraz vakolatchiligi, universal programma mahsulot e'loni, turli savdo va mahsulot e'lon qilish yig'ini degandek ishlar kun sayin ko'payishga boshladi. Janongulmo o'zining do'konini unutib, butun vujudi bilan uning ishlarini o'rinlashtirish, to'xtam imzolash, yugur yetim ishlarga qarash bilan oldirash bo'lib ketdi. Janongulning majburlashi ostida 1 yillik xizmatini ming tasdiqda tugatib qaytib kelgan Iskandar uning zibu zinnat do'konini o'tkazib olgan bo'lib, butun zehni bilan do'konning rivojlanishiga as qo'shib yuradi. U ayoli bilan opasining jidallaridan harg'an, ikkisining da'talashlaridan o'lgudek zerikkan bo'lg'achqa, Mo'mayni bir muncha sovg'a salom va yaxshi gaplar bilan yezidagi uyiga olib qo'yib, ko'rinishda Janongulga manglachi sodiq og'izdan chiqqanni oshirib tayyorlab berdigan, lozim desa yuragini sug'urib berdigan holga kelib olgan edi. Amaliyotda bo'lsa, bir kun o'ssa, bir kunga hisob. Qarzlarni qaytirib, ayrim uy ilib olsa, qolg'ini atining gapi debla yashab yuradi. Shu kunlarda unchi marvoyit zibu zinnat ko'rgazmasi echilib, Janongulning shirkatlashishga qarab yuzlangan zibu zinnat do'konimi har yilqiga o'xshashla mushu yarmankiga yangi loyihalik zinnat buyumlarini qatnashtiradigan bo'lib, ularni Janongul va yana bir takliflik loyihalaguvchi birlikda loyihalab chiqadi. Gerçi bu yil Faridaning ishlariga qarashib, ham vositachilik kasbi bilan shug'ullanib qolganlikdan ancha ko'p loyiha ishlashga, qo'l silib yasashga ko'p vaqt ajratolmagan bo'lsa-mu, ammo loyihalagan va yasab chiqqan zibu zinnatlari oldingi yilqidan chiroyli, yangilik tuyg'usi hammadan qaltis, o'zgacha buyumlar bo'lib chiqqan edi. Shunga loyihalari oz bo'lsa-mu, Janongul va uning do'koni bu yarmankaga qatnashish fursatini qo'ldan berib qo'ysa bo'lmaydi. Dal shu mezgilda Faridaning boshqa o'lkada suratga ilinayotgan televiziya teatrining alqiliq yeriga kelib qilish sababi bilan Janongul Faridaning yenidan ayrila olmadi. Shu sababdan u eri Iskandarni o'ziga vakolatan yarmankaga tayyorlagan zinnat buyum loyihalarini ilib berib, eng yaxshi holatda yarmankaga qatnashib kelishga buyurgan edi. Ammo u faqatla o'ylamagan ediki, dal mushu qadam ularning turmushining buzilishining va keyingi kunlardagi parakandichiligining boshlanish nuqtasi bo'lib qolgan edi. Yunandagi 1 yillik xizmati oxirlashgandan keyin yuvoshlik bilan uyiga qaytib, ayolining va bolasining holdan obdan xabar elib-atgan, nimala desa Janongulning sizgan siziqidan chiqmay, uning kichkina talablarini jon dil bilan bajo keltirib, uning ishonchiga erishib olgan Iskandarning mushu kunlardagi yoshirin qilib yurgan ishlarini zibu zinnat do'konidagi xizmatchi qizchaqlar sal-pal payqab qoldi.
Ularning bayqab qolganini bilgandan keyin bu gaplarning Jonongulning quloqiga yetishidan ansirgan bu yuvosh tez sur'atda qizlarning xizmatidan va xizmat pozitsiyasidan qusur tepib, hammasini ishdan bo'shatib, o'rniga boshqa xizmatchi yolladi. Hamda bu qiliqini Jonongulga xizmatchilar bak uzoq ishlab ketsa, xizmatda beparvolik qiladigan, do'konga toza ko'ngil bilmaydigan, aplab-saplab kun o'tkazishga, oy to'shqizib maosh ilishqili ko'ngil bo'ladigan, odamning tomirini tutishga oralli turadigan bo'lib qoladi ekan. Shunga xizmatchilarni pat-pat yengilab, xizmat pozitsiyasini nazorat qilib turg'ili, jonliq xizmat kayfiyati yaratib, ham boshqalarga yaxshi ishlamasang, senmi ishdan bo'shatilsan degan nuqtani amaliy harakat orqali bildirgili bo'ladi ekan. Shunga men mushunda qilishni muvofiq ko'rdim, debla ishni yig'ishtirdi. Eriga cheksiz ishongan Jonongul u ko'rsatgan o'rinliq sabablar oldida boshqa hech nima deyolmadi. Tafsiliy o'ylab baqsa, bu ishning yaxshi tarafi borligini, yana kelib kasbning taraqqiyotiga foydasi borligini his qildi. Shuningdan keyin davomli turda do'koni, kasbiy ishlari va yarmankaga qatnashishdek eng muhim ishni Iskandarga topshirib, o'zi Faridaning kasbiy vositachilig'idan iborat jiddiy, bismi ig'ir, ritmi tez bo'lgan kasbga beshchilab kirib ketdi. Yarmankining tunji kunida Jonongul loyihalagan Iskandar ikkisi qo'l silib yasab bitirgan benafshi ranglik yoqut ko'z qo'yilgan oq oltin zanjir va shuning yurishligi bo'lgan tomchi suv shaklidagi mix halqa alayda ko'zga tashlanib, har qaysi baholag'uvchilarning yarmankiga satdan qatnashgan savdogarlarning ham zibu zinnat masdorlarining yuqori bahosiga, qizg'in olqishiga erishdi. Shularning ichidagi biri, ya'ni Jonongul va uning do'koni bilan kasbiy raqobatchilardan hisoblanadigan boshqa bir zibu zinnat loyihalash, yasash shirkatining xo'jayinining yosh ham chiroyli qizining bu yurishliklarga ko'zi tushib qilib, yarmanka uyushtiruvchi tarafning uchur ta'minlashi bilan bu yurishliklarning nomdagi egasi bo'lgan Iskandarni izlab tepib, ularni setib olishni maslahatlashdi. Hayron qolarliq yeri shuki, setib olmoqchi bo'lgan tarafning buni men setib olgandan keyin mushu pasimda qayta yasalib, ikkinchi bir odamga setilmasligi va mushu loyihani o'rnak qilib, tahlil qilib yoki sal-pal o'zgartibmi, hech qanday zinnat buyumi yasamasligi kerak. Bu yurishlik butun dunyo bo'yicha faqat mandala bo'lishi, ikkinchi bir odamning qo'lida buningga o'xshashdan bo'lmasligi kerak degan g'alati talabi Iskandarni gangirtib qo'ydi. Setib olg'uchi tarafning fikrida yana agar sotquchi taraf bu talabga qo'shilsa, ular qo'ygan bahoning 5 hassi baraverda pul to'lab setib oladiganligini. Buning hisobiga loyihalovchi taraf uning barliq loyiha chertyojlarini billa ta'minlab berishi, o'zi ortiq chertyoj epqanmasligi kerakligini o'tirg'a qo'ygan edi. Iskandar bu ishni Jonongul bilan maslahatlashmoqchi bo'ldi. Biroq g'oyat zo'r foyda oldida buning sal ortiqcha ekanligini his qilib, o'z oldiga qaror chiqaribla bu sodini qarshi tarafning talabi bo'yicha puturib, do'konning butun 1 yillik soda foydasini oshib bir yarmanka bilan qo'lga keltirgan va yarmankada xeyli nom qozonib olgan, setilmay qolgan boshqa loyihadagi sibu zinnatlarni kengri tashviq qilib olgan, do'konining va o'zining nomini obdonlik chiqarib, bu sohadagi o'rnini yanada yuqori ko'tarib olgan bo'ldi. Soda bitishgan taraf malni ham chertyojni topshirib og'ili kelgan kuni odatdagidek o'z ishlari bilan band yurgan Iskandar bu e'tiborli xonimning diqqatini tortib qoldi. Qamlashgan bo'ybasti, tabassum o'chmaydigan chiroyi, moda yigitlarga xos jalbkor qiyofati, faqat kasbiy modellarda bo'lishga tegishlik moda puruqi, qimmat baholiq soat va yuqori iste'molga tava barliq usti boshlari qo'shilib, bu qizning qalbidagi shahzodaning obrazi Iskandarda to'liq namoyon bo'lib turadi. 2 soatga so'zilgan suhbat jarayonida uning kasbiy ishlarga bo'lgan sezgurligi, chechanligi, astoydilligi va kishiga pishib yetilgandek ta'sir beradigan mijoz xulqimi bu qizga qavatli yoqib qoldi. Shu qitimqi so'dadan keyin qiz u ish yoki bu ishni bahona qilib do'konga to'laroq keldi. Erkeginide eshik oldida qo'dug'ichisini kuzatib turg'izib qo'yib, o'zi Iskandarning ishxonasida soatlab o'ltirib qoldi.
Gerçi kasbga va o'zlari yoqtiradigan ishlarga oid paranglarni qilishsimi, ko'rishish qitim soni kunsiri ko'payib, xuddi eng omroq hamrohlardek bo'lib qolishdi. Bara-bara ikkisining aloqasi ko'payib, do'konda ko'rishni sirtlarda ko'rishga taraqqiy qildirdi. Do'konga kelsimi, xuddi omroq oshiq mashhurlardek bo'lishib, erkalashib, bir-birini noqishib, esilishib, hatto salom soatning o'rnida quchoqlashib ko'rishish darajasiga yetdi. Do'kondagi xizmatchilar bu ishni belib qilib, aylanliq bilan qarab yoki bir-birining quloqlariga kusurlab so'zlashib edi, atsila ishq kammisimi bo'ladigan bo'lib qoldi. Shundoq bo'lish davomida do'konda birmi koni xizmatchi qolmay, hammasila yangilanib bo'ldi va bu ish Jonongulga muvofiq tushuntirilib turdi. Yangi xizmatchilar do'konning haqiqiy xo'jayinining kim ekanligini toza bilmagachga, yana kelib qo'liqni yopirib yuvashlik bilan ishlaslar, ortiqcha ishlarga aralashmaslar, har oyda maoshini to'liq olgandan sirt mukofot pullarining kam bo'lmaydiganligini yaxshi tushungachga, Iskandarning orzusi bo'yicha ishlab mengiyverdi. Kunlar shu xilda o'tib, Iskandar bilan boyning qizi apoq-chapoqlardan bo'lishib ketdi. İşlardan xabarsiz aldirash ishlab yurgan Jonongulmu erining taladagi ko'ngil qo'shidan xabarsiz edi. Xotiningdan ajrashib men bilan to'y qilam. Men degan dadamning bir talla qizi. Uning barliq mol-mulki va xarajati keyin menga qoladi. Ikkimiz birlikda uning egiligini o'tkazib olamiz. Ham birga taraqqiy qildiramiz. Unchi marvoyit laylashdan iborat bu qobiliyating bilan bu egilikni o'tkazib olishga tamoman sharting tashidi. Uning ustiga-chu, seni pek yaxshi ko'raman. Biz-chu birga o'ssak cho'qim baxtli bo'lamiz. 25-qism. Iskandar necha kun eg'ir o'ylanishdan keyin oxiri bu boy qizning maqsadini qanoat topqizish badaliga o'zining orzu armonlarini ro'yobga chiqarish qaroriga keldi. Muhabbat jihatdan har ikki ayol uni yaxshi ko'radi. Iskandar burun Jonongulni yaxshi ko'rgan bo'lsa, mana hozir boyning qiziga maftun bo'lib qolgan edi. Boyliq jihatdan Jonongul garchi xeyli puldor ham kasbda utuq qozongan ayollardan bo'lsa-mu, ammo boyning qizining qo'liga suv quyib berolmaydi. Qizning dadisi o'nchi marvoyit sodisi sohasidagi oldingi qatorda turadigan boylardan bo'lib, Jonongulningkidek do'konidan har qaysi o'lka va shaharlarda bo'lib 10 nachisi, chaqirsa eti, tusiz sepiba soda shirkatidan uchi kechilik bazmaxona, samovar sho'rxona qatorliq ko'plagan tijorat so'rinlari bor. Pulni cho'ylida cho'p suzgandek suzdigan dangliq boylardan edi. Jonongulmo bu odamni tunuydi va ayminatdi. Sodada uning bilan put tepishishga jur'at qilolmaydi. Ba'zida heliqdek yarmanka va yangi mahsulot e'lon qilish yig'inlarida do'konini, loyihalarini keng tashviq qilish uchun bu odamga beqinib qoladi. Bularni pishiq biladigan Iskandarning kallasida tuyuqsiz eshakdan tushib otga minish, qaraslari va orzulari uchun cho'ng sakrab ilgirlash xiyoli keldi. Oila degan kim bilan qurvasi bo'laveradigan, boshligisi yoqmasa bozib etib, keyingisi bilan qursimi o'xshashli yashab ketgan bo'ladigan narsa degan hukmning kallasida paydo bo'lishi bilan qovliqni voyaga yetkazishga boshladi. Ve Jonongulning do'koniga munosabatlik iqtisodiy halqalarni o'z nomiga yo'tkab, qonuniy egidorlik huquqini qo'lga keltirishga tutish qildi. Mundaq bo'lganda Jonongul bilan ajrashib ketsimi, uningdan o'ptalla nafchilib olalaydi ham boyning qizi bilan to'y qilgandan keyin orzuliq kuyovul bo'lib, ularning boyligiga varislik qilib, nechqat unumga erishadi. Tuyuqsiz bir kuni advokatning izlab telefon berishi bilan tok soqqandek cho'chigan Jonongul ishlarning tegiga yetib bo'g'ichla o'zining egiligining butunlay Iskandarning nomiga o'tib ketganligi. O'zining nomida faqat o'ltirayotgan bir yurish uyi bilan o'nchi marvoyit loyihalash daraja salohiyat nomli qog'aligini bilib, ro'yi chiqib ketgan odamdek bo'lib qoldi. Kun bo'yi yig'lab tugishib, taqdirdan zarlab o'kinib, o'lib o'lish xiyoli bodakla xaramush yurib ketdi. Do'stining bu holga tushib qolganligini ko'rgan Farida ostirdan odam yollab Iskandarni tekshirgizdi.
ayon bo'ldiki, u boyning qizi bilan turmush qurish va ularning egiligiga varislik qilish uchun bu yo'lni tanlagan va uzun yil xotin bo'lishib o'tganining orada bir o'g'lining borligining Canangülning o'zining qonunliq ayoli ham jafodimi, alovatimi birga bo'lgan ishguyar mahbubasi ekanligining yuz xotirasini qilmay, ming jafoda bugunga ulashgan bu oilani vayron qilmoqchi bo'lgan edi. Canangül İskenderni haqiqatan yaxshi ko'radi. Agar uningdan ayrilib qolsa, tugishib ketishi aniq edi. Shundaqla uning bu yillarda İskenderni mushu oilani deb chekkan jafolari haqiqatan oz emas edi. Ularni yaxshi biladigan Farida İskenderni chaqirtib paranglashdi. Qandoqla nasihat qilsimi, uni qoyil qila olmaganning ustiga advokatning xotinning turmush ishiga aralashib ishlarni urmalamang, to'y qilish, ajrashish deganlar fuqarolarning aqalliy erkinlik. Uni zo'rliq vositasi bilan to'sib qololmaysiz, ham davomli uy tutishga zo'rlayolmaysiz. Ularning uzun vaqt ayrilib turg'ini Canangül xonimning oilaga ko'ngil bilmay, hamma ishni eriga tashlab qo'yg'ini, ayollik, onalik burchini ado qilmaganligi ham qayni onasini uydan quvlab chiqarganligilar to'y turmushining buzilishiga yetarli dalil isbot bo'la oladi. Shunga siz shaxsni qaymoqtirib yoki besim ishiltib turmush ishiga xohlagancha aralashsangiz bo'lmaydi. Undaq bo'lmaydi ekan, balkim javobgarlik o'rniga chiqib qolishingiz mumkin degan tahdiddan keyin do'stiga yordamlashib, uning oilasini saqlab qoladiganga hech qanday amal topolmadi. Farida odam yollab İskenderni tekshirganda qo'lga tushirgan material va boyning qizi bilan tushgan harang-sarang suratlari tasodifiy fursatda Canangülning qo'liga tushib qolib, uning eriga ishongan muhabbatli qalbini par-par qilibdi. Shuningdan keyingi bir oyda Farida necha qitim Canangülni o'lib olish qasdidan qutqizib qilib, doktorxonada izchil hamroh bo'lib baqdi. İskenderni izlab gahi yumshoq, gahi qattiq vositalar bilan nasihat qilibmi, niyatidan yandırolmaydi-yu, eliqi talati so'rin advokat yana uni izlab İskenderning turmush ishiga aralashmaslik haqida qat'iy ogohlantirdi. Albatta, boshqalarning to'y ishiga aralashish yaxshi ish emas edi. Qonunning bunga yo'l qo'ymaydiganligini Faridami yaxshi biladi. Biroq do'stining azobi va necha qitimliq hayotidan umid uzish, o'lib olish yo'lini tanlashlari oldida qo'l qo'shtirib qarab turolmadi. Canangülni ataytan psixik doktori taklif qilibmi, uning kayfiyatini turaqlashtirib, asliga keltirolmagandan keyin uni ajrashib ketishga da'vat qildi. Ammo bu ajrashish bilan hamma nemisidan ayrilib, qoqsanam bo'lib ketadiganligi har ikkisiga ayon edi. Necha kecha kunduz uxlamay, hech ish qilmay o'ylanib plan tuzish orqali oxiri İskenderni eliqi qizdan va qo'liga olg'usi egilikdan mahrum qilib, qaytadan Canangülning oyiga ostiga yiqitish uchun cho't soqqan Farida or nomusni, yuz obro'yini bir chetga qayrib etish, nima qilsa qilib do'stining oilasini saqlab qolish, agar oilasini faqatla saqlab qolg'ili bo'lmasa, egilikini bo'lsa-mu qaytarib kelishni ko'ngliga pukdi. Faqat eliqi boyni o'zining nom obro'yini saqlab qolishga qistig'ili, uni qizi bilan İskenderni ayirib etishga qoyil qilib bo'lsa, bu azob oqibat va xiyonatlarning badali joyini topgan bo'ladi. Lekin qiziga haddidan ziyoda amroq bu boyni qoyil qilish osonga to'xtamaydi. Buni Farida yaxshi tushunadi. Shunga u İskenderni jamiyatda sezitish, mushundoq bir odamning eliqi boyga kuyog'il bo'lish oldida turganligini butkul jamiyatga oshkorlab turib, besim ishiltib, nishoniga yetishni maqsad qildi va bu yo'lda har ishlab o'tkazsa-mu chidash qaroriga keldi. İskender Farida taklif qilgan mehmonxonaning oliy darajalik yotiqiga yetib kelganda badallari ko'rinib turadigan ziyoda ochiq ish kiyimlarni kiygan, qiyniq kirim bilan o'zini texmo jolalantirgan Farida uni qizg'in kutib oldi va eshikdan kirishiga bir romka qizil haraqni uningga tanglab, ko'rishdiki tunji qadah deb zo'rlab turib uningga ishtiribdi. Bu holdan mang degan İskender nemish bo'g'inini anqirib bo'g'icha qo'lidagi romka quruqtilib qoldi. Ayol o'tmay besh qiyib, ko'z oldi perqirgandek bo'lib, asta-asta krestloga qing'iyib qoldi. Uningdan keyingi ishlarni aslash, aniq yodiga elish İskenderga to'limi qiyinga to'xtadi.
Chunki u hoshiga kelib ko'zini ochganda o'zini faqatli kalta ishton bilan oppoq yotqonga yerim yo'ginib yotgan holatda ko'rdi va kuchinib turib asnab, mag'dursiz tenini birovlarning so'rashtirib karavotga olganligini. Ondan silkib, tartqishlab yurib, kiyimlarini soldirib, yalang'ochlanganligini. Kiyimini soldirg'uchiga qarshi chiqishga madori yetmay, o'z ilkida bo'lmagan o'shiga to'lima yaqin bir ong bilan ilojsiz yetib qolganligini. Onundan keyin nozuk ham atirpirab turgan bir tanning o'ziga surkilib, yenidil harakat qilganligini. Yondagi uydan chiqayotgandek nima deyilganini belgilab bo'lmaydigan darajada to'lima g'uva, ammo bakmi yuqori har xil ovozlarning atrofida uchib yurganligini. Bu holning xeyli uzun davom qilgandan keyin biroqli jimib qolganligini. Tok o'chirilib, xuddi beshiga qozon ko'mtirib qo'yilgandek bir xil noxush tuyg'u bilan yolg'iz qolganligini. Uningdan keyin asta-asta uyquga kirganligini esiga ololadi. U alman-talman kiyimlarini kiyib sirtqa chiqqandimi, beshi chinqilib og'rib turadi. Damoqqa birasini tepib o'zining nemishqa bu holda bo'lib qolganini so'rab beqishmi xiyoliga kelmadi va eshikdan chiqqan peti Eliqi boyning qizi elib bergan uyiga kelib, o'jirsining eshigini ichidan taqab turib, Faridaga telefon qildi. Chunki uning yodiga olalaydigan oxirgi aniq aslamasida Farida Eliqi yotoqda yerim yalang'och kiyingan peti ko'z oldida paydo bo'lib, uning bir rumka uzum harqi tutgan va ko'zlarini xumarlashtirib, ishtirib, zo'rlab degudek ichirayotgan edi. Qayta urib ketgan telefonlar javobsiz sayraverdi. Farida telefonni faqatla olmadi. Ondan keyin urg'onlarda izchil qarshi taraf so'zlashyotgandan boshqa sado kelmadi. Bu uning yanfonining qora tizimlikka kirgizib etilganligidan derak beradi. Ishlarning tegidan bir shumliq purab turganligini sezgan Iskandar jili bo'ldi. Ochig'ida aqlini yo'qotib, xuddi bor g'azbini yanfonidan oladigandek, qo'lidagi odamning bezorligini keltirib, aldirash deb ushurib berayotgan yanfonni tamg'a kuchab otdi. Yanfon tamg'a tegib ikki parcha bo'lib, yerimi u yon, yerimi bu yon uchib tushdi. Shuningdimi ochig'i chiqmagan Iskandar kayniga burilibla boya o'zi taqagan ishini kuchab tepib, mushlab urib ketdi. Uning saranglacha vaqirgan, hurkirgan ovozi tam to'rislardan, uy jahozlardan aks sado bo'lib qaytatdi. Necha oy billa xizmat qilish, billa tomoq yeyish va berish kelish qilib o'tish jarayonida Faridaga bir xil ijilliq hissiyotda bo'lib qolgan Javlon uningga to'limi sirliq qaraydi. Uning kulkisidan o'ziga ishonish ruhidan, xizmatdagi ko'ngillik kayfiyatdan va Farida bilan birga o'tgan chog'larning baxt tuyg'usiga cho'milganligidan baxtli xushal edi. Bu holni eng dastlabda sezgan Jonongul Farida uchun xushal edi. Chunki Javlon qo'lidan ish keladigan, qamlashgan, eg'ir besiq, o'z navbatida sho'x ham kishining amroqligini keltiradigan yigit bo'lib, ko'plagan qizlarning qalbidagi oshiqi, orzusidagi oq otliq shahzodasi bo'la oladi. Jonongulning o'yida ular birga o'ssa cho'qim baxtli bo'ladi. Gerçi Javlon artist bo'lmasa-mu, tomosha sohasiga bak ishkirlab kirmagan bo'lsa-mu, ammo uning kasbi yanada mushu sohaga beqingan ham bir-birini to'liqlagan hisoblanadi. Biri tannaspari, yana biri qobil fotograf bo'lganning ustiga Javlonning o'z sohasidagi danqimi Faridaning kino, teatrchilik sohasidagi danqidan qirishmaydi. Ishlar mushundaq tursa, bu oltin uzukli yoqut ko'z qo'yilganlik bo'lmay nima? Shularni o'ylab yetgan Jonongul amal bor ikkisini yolg'iz qo'yishga tirishadi. Faridaning o'zi qilib berishga tegishli ba'zi ishlarni Javlonga havola qilib, ularning ko'proq uchrashishiga, ko'proq fikr almashtirib, texmi yaqin o'tishiga sharoit yaratib beradi. Uning qasdan shunda qilayotganligini sezgan Javlon illiq tabassumi singan minnatdorligi bilan rahmat aytdi, ham u yaratib bergan fursatni imkoniyatning boricha qadrlaydi. Uzun vaqtlar o'ylanish va ko'p ishkilinishdan keyin oxiri Faridaning bu yillik tug'ilgan kunida uning muhabbatini izhor qilishni qaror qilgan Javlon bu o'yini Jonongulga aytish va munosabatlik ishlarning uningga maslahat selishni planlab yurgan kunlarda o'ylamagan bir ish yuz berdi. Farida tuyuqsiz sarosimiga tushib qilib, xizmatda diqqatini yig'olmadi.
başrol elayotgan televiziya teatrini ta'sirga uchratganning sirtida suratga oladigan e'lon, vakolatchilik to'xtami qatorliq nurg'un ishlarni keyniga surib, qandaqdir bir ishdan vahima yeb qolgandek, tutay deb qolgan ishlarni tez bitirib olishdi. Texi başlamagan ishlarni keyniga surib, amalning baricha ro'yobga chiqolmaslikni o'ylab, ishlarni ta'tir chiqarishga boshladi. Shundaq kunlarning birida u Canan Gulni yeniga o'ltirg'izib, xuddi to'limdan to'qmoq chiqqandeklar qilib, "Man qara Canan, agar men to'g'riliq biror yomon xabar chiqsa, ya'ni kelib bu xabar sana ham oilangga munosabatlik bo'lsa, mushu xabar tufaylidan diling og'rig'idek bo'lsa, u xabarning rostligiga hargizmi ishonma. Faqat mangli ishonginki, nimali ish bo'lsa, sening ufitib chiqishing, sening g'albang ham xushalliqing uchun bo'ladi. Eran talaga qarvagan bu mezgilda tatib ketgan azobing oz emas. Sana qarab men chidimidim. Uni yiningga qaytirib kelay deb bakil tirishgan edim. Lekin mumkin bo'lmaganning ustiga qonunning cheklimasiga uchirdim. Bu ishlarni sana deyishim kerak. Biroq utuqliq hal qila olishimga ko'zim yetmay turganda, bularni sana bildirgim kelmadi. Qandaqlik qilibmi eringni uyingga, yiningga qaytirib akib beramadim. Buning uchun bakla afsuslanman. Ammo egiligingni, do'koningni, ham barliq pullaringni o'zingga qaytirib berman. U nijis buzuq bir pulingni o'zdan qilib olmaydi. Shundaqla men uni hargizmi yiliqi boy akamizning qizi bilan to'y qildirmayman. Ularning egiligiga singib kirib, sening yuzingni yerga qartishiga ruxsat qilmayman. O'ylaganlarimni, planlarimni joyida bejira olsam, balkim u mushukdek yuvashlab yiningga qaytib kelishi, oldingda egilib yarishib qilishni o'tinishim mumkin. Hozircha ishlarni oqibatini paras qilolmayman. Lekin pat yaqinda cho'ng bir satchilik chiqib, Iskandar u boyning qizi bilan ayrilib ketdi. Uning heliqi boy akamizning egiligini qo'lga elish tushini tamoman bitishit qilib yetman. Balkim unchi marvoyat zibuzunna sohasidami bosh ko'tarib yuramasligi, ikkinchilab qaddini ruslamasligi mumkin. Lekin meni xato tushunsam bo'lmaydi. Osmon o'rilib tushadigan ish bo'lsa-mu, menga qat'iy ishonginki, nemish qilgan bo'lsam, seni deb qildim. Jon jigirim sen qo'zam. Biz mangu mushundaq ikki tan bir gavda bo'lib yashashimiz kerak. Sen mangu mening birdan bir dilkash do'stim.